o'zgardi bu hamma narsa, avval boshqacha edi. Qizlar hattoki bolaga jonim sevaman deydi. Bilaman bu zamon nima o'zgarib borardi. Zamon o'zgardimi yoki asli odamlarmidi? Dayus otalar bo'lmasdi eskicha bo'lgandiyam. Bu hayot o'rnimiz begona susangiyam. Aytib olim ichimdagi nafratimni taskin top. O'sha kayf tashavorda olib o'qigim kitobni. O'g'illar otaga baland gapirishni boshlagan. Bizni davrda o'g'illar otani zozlagan. Soqol qo'yish bu zamonda jinoyatga aylandi. O'sha paytlarda bobom soqolni sunnat degan. Rashk degan narsa bor edi, uyg'on uyqudan erga. Ayolni qizg'onmading, sani kimsan deb ate. Dayus bo'lib o'zgalarga xotiningni ko'rsatding. Ayol senga mahram bu yo'qmidi farosating? Aka ukalar mol sababli bir-birini pichoqlagan. Adam bizni ko'yganda akalarimiz zoqlagan. Ota-onalar ko'chalardan farzandini izlamoqda. Haqiqatni gapirganlar zindonda chirimoqda. Avval zamon boshqa bo'lgan, hozir boshqacha zamon. Kim uchundir yaxshimi, kimlarga bo'lsa yomon. Adolat bo'lmagan joyda adolatni izladim. Ko'zlarimga yosh olib, yoshligimni esladim. Avval qonu qo'shnichilik, mehribonchilik edi. Hozirgi bu qo'shnilarchi bir-birini ko'ra olmaydi. Kattalarga hurmat bu hozirgi zamon emas. Hijoblili ham ko'paydi, hammasi solih emas. Men bir oddiy odamman, men ham Xudo bandasiman. Orqasidan gapirmayman, haqiqatni aytaman. Dinni unutgan bo'lsang ham sha'ningni himoya qil. To'lib ketdi niqoblilar, yuzlari ham xilma-xil. Fahsh ishlar trend degan iborani qobida. Nafs boshqaradi uni kuygan oxiratidan. Nima bo'lgan bu zamonga ifodalab bo'lmaydi. Olovda o'lmagan daraxt sahroda so'lmaydi. Ishlaganman hamma joyda bo'yin egmaganim, lekin odamlar boshliqqa paxta qo'yishadi tekin. Haqiqatni gapirgandim bo'shatishdi hamma joydan. Shu sababli men oddiyman, nafratim bor o'sha boydan.